Uy quramiz, bola chaqamni to'yini qilaylik, uyda maza qilib yashay deymiz. Lekin kelajakda devorlar mana qo'yib qolsa-chi? Sizlarning ham uylardagi devorlar xuddi shunaqa bo'lib qolishi ehtimoli juda katta. 100% men ko'zim bilan ko'rgan narsamga javob beraman. Mana o'rtoqlar ahvol. Bu ham xuddi shunaqa g'ish o'rtoqlar. Buni ham mana 19 tami nechtadir teshigi bor. Mana xuddi shunaqa g'ish o'rtoqlar. Faqat buni ichiga ohak qo'shilgan. Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan Ohangaronda joylashgan Armada zavodiga yo'l oldik. Etdik g'ishlarni mana emas, aktyorlarimiz ko'rib o'zlari baho berishadi. Sayt aka, mana Armada g'ish zavodiga kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Qanaqa ekan g'ish? Juda puxta g'ish. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Demak, uy qurmoqchi bo'layotganlarga tavsiya qila olamiz, bemalol sayt aka. Albatta. Bemalol. Qurilishni o'zingiz uchun ham, birov uchun ham, biznes uchun qotgan bo'lsanglar ham Armada g'ishlarini tavsiya qilamiz. Biz ichkarilarga ham kirdik. Mana shu g'ishlarni qanaqa quyilayotganini ko'rdik. Qanaqa mahsulotlar aralashtirishini hammasini ko'rdik. Agar hozir kimdir qurilish boshlayotgan bo'lsa, mana shu Armada g'ishlarini olishni tavsiya qilamiz. Mana shu hozir mana bu teshiklari ham bor-ku mana. Mana shu ham havo o'tkazadi-da. Oldingi g'ishlarda o'zingizlar bilasizlar, hech qanaqa havo o'tkazadigan joylari yo'q, ham yengil. Ham yengil, ham keyin buchoqqa yana bir tarafi bor ekan. Yozda sovuq bo'lar ekan uyingiz, qishda issiq bo'lar ekan. Bu degani elektr energiyadan, gazdan tejab qolasiz. Xullas, aqlli yechim cho'nchakka ancha foyda bo'lar ekan. Armada g'ishlarini biz shaxsan tavsiya qilamiz. Salomat bo'ling.